Здравствуйте, Россия щедрая душа. Sayfijon, buyur menga ma'qul. Men bugundan boshlab Moskvada rishalalik qilaman. Gaday, bir atrof muhitga qara, bu seni qishlog'ing emas, bu Moskva, bu boshqa mamlakat. Rishalla bo'lish uchun birinchidan rus tilini bilish kerak. Ikkinchidan, birinchisi ham yetadi senga. Gaday, ko'p tirishma. Buyurda bu yoqqa ketdik, yur. Menga qara, Sayfi, birinchi ishimizni kichkina choyxonalardan boshlaymiz. Ketdik. Menga qara, birinchidan kim ruxsat bergan senga Moskva sentrida choyxona ochishga? Ikkinchidan, har oy bizaga dollar to'laysan. Uchinchidan, biza kelgan paytimiz xush kelibsiz deb eshikni ochasan. Ma'qulmi? Ay, shunaqa bo'ladigan tayoq edi-ku, qishloq qaytib bersa, butun qishloq kuladi o'zingdan tirriq. Qaydan bilibsan o'tirig'ni master sportligini? Menga qara Gaday, musofirda yurganlar halol mehnat qilib pul ishlayapti. Sen nima emish? Rishalalik qilaman deyapsan. Menga qara. Sen menga qara. Qachon mana shu boshga aql kirsa, o'shanda gaplashamiz. Mayli, bo'pti, davay. Zapomni, Sayfi, men baribir Moskvada rishala bo'laman. Yo tarix yozaman, yo tarixga aylanaman. Qarab tur. О, какой хороший фильм снимает в Голливуде. Алло, Светочка, ко мне заходите, пожалуйста. Супер. Да, дядюшка Набиевич, вы меня вызывали? Конечно. Больше кто зовет? Ну что, Светочка, договор подготовили? Да, конечно, как раз я на подпись принесла. Ну-ка. Кстати, Светочка, завтра день зарплаты. Что было все хорошо, супер, окей? Хорошо, сделаем. Вот. Сегодня, если хотите, пораньше выходите. Спасибо большое. Кстати, я забыла. Там стоит молодой человек. Он сказал, что ваш друг, как зовут его, Сайфулло... Желтый подсвет. Пусть заходит, друг мой. Все хорошо. Я жду. Ibi. Bu kishini qaranglar, nima emish? Jo'shqin Nabiyevich. Yangi to'qimchani qara. Жизнь меняет людей. Это Москва, другjon. Menga qara Gaday. Sen qishloqda cho'rrak bala bo'lib yurding. Seni gaping bir kuchuk ham eshitmasdi. Sen qanday erishding bu narsalarga? Menga qara, Pep Guardiola bachara, esingdami meni tashab ketgan kuni? Sariq pishak, seni alamingni kimdan olishni bilmay turganimda oldimdan bir Antoni bashara o'tayotgan ekan. "O, qayerga ketyapsan?" desam, "Absenterga aka" dedi. "Nima ekan?" deb qiziqdim. "Yurchi bu yoqqa" dedim. Shunday kirib, "Kim ruxsat bergan senga?" deganimni bilaman. Bir qiz, "Assalomu alaykum. Uchemni sentrga xush kelibsiz" dedi. Men shunda tushunib yetdim. Bu yerdan pul emas, ilm olsa bo'lar ekan. Center o'zi nima qiziqdim. Uchemni sentr musofirda yurgan yigit va qizlarga institut, universitet, oliygohlarga o'qishga kirishga yordam berar ekan va eng yoqqan jihati yotoqxona bilan ham ta'mirlar ekan. Bu yerda rus tilini 4 oydan 6 oygacha mukammal o'rganishing mumkin. Oliygohga kirganingdan to tugatguningga qadar Center nazoratida bo'lar ekansan. Men ham qiziqib, qaysi fakultetga topshirsam ekan deb dumkada turganimda, menga qalb kasbi testini tavsiya qildi va kompyuterda 120 dan ortiq test yechdim. Test natijalariga ko'ra, men o'zim xohlagan 4-5 ta fakultetga topshirishim mumkin ekan. O'ylab ko'rdim, rishalalikdan ko'ra o'qigan yaxshi ekan. Men albatta institutga topshiraman. Xullas, shunaqa gaplar. Uchemni sentr orqali ruschani o'rgandim, oliy ma'lumotli bo'ldim, ishlarim joyida, hayotda o'z o'rnimni topdim muhimi. Gadayjon, вообще gap bo'lish mumkin emassan. Respekt. Endi hayotdagi planlar nima o'zi? Boyagi magazinchi boki, borib ko'kini kiyaman. Tez telpay bilan plashtoda tez bo'l. Chopani, Sayfi, men buni basharasini buzaman desam, butun boshli cho'lxonasi buzilib ketdi.